Buxoroda katta shov-shuv, chunki Toshkentda joydan Shuhrat aka Ochilov Buxoroga kelib reyd qilyaptilar. Hozir biz Kapilka do'konida Shuhrat aka Ochilovni o'zlariga reyd qilamiz. Ketdik aka. Assalomu alaykum. Ustoz. Xush kelibsiz Buxoroga. Nima qilyapsiz bu yerda? Qozoncha, tovoqcha? Shu uyga bolalarga sovg'a olib ketaman Toshkentdan. Olib keting, Kapilka do'konidan hamma narsa arzon chikki-pukki qilib qo'yilgan. Sizni o'ylab, birinchidan, ikkinchidan ustoz uchastkaga shoferkonga remont boshlabsiz. Xabar bizga keldi. Sizlar qayerdan keladi uni xabarni? Ustoz, biz yer tagiga e'lon qimirlasa, bilagim machiladan ustoz. Endi sizni uyingizga bizadan ham bir nima o'tsin deb hozir asfalt bo'lyapti. Endi ozgina shu devorlarda ish qolgan, keyin patolog bo'lib qolgan. Nima yordam berib bo'ladi? Aynan ustozim. Patologingizni lider natijnoy patologdan sekin chotka qilib, natijnoy patolog qilib bersak nima deysiz? Men uni eshitganman. Adashib Samarqandga borganda ham bir ko'rdim deyman, Samarqand, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, butun respublika bo'ylab filiallarimiz bor. Bilaman-da unaman. Ustoz, siz lekin bizga sal qimmat qiladi narxlarni. Ustoz, uni narxini qimmatligini sababi premium darajadagi natijnoy patolog. Hidi chiqmaydi. 10 yil garantiyasi bor. Undan tashqari 24 soatning ichida zakaz bergandan keyin uyingizga borib o'rnatib ham beradilar. Bo'ldi. Unda zakaz qilamiz, lokatsiyani beraman. Olib boring. Xudo xohlasa. Faqat pulni beraman, hazillashim sizga. Rahmat, ustozim, rahmat. Bitta zakaz Ochilovdan. Xudo xohlasa keyingi video Ochilovni uylarida bo'ladi. Salomat bo'linglar.